Ko'pchilik qon bosimi bor bemorlarda qiladigan xatolari bor. Ya'ni men ko'p kuzataman, bemorlar kelishadi yoki dori ichmay qo'ygan bo'lishadi yoki dorini kamaytirgan bo'lishadi. Ko'pchiliklardan so'rasangiz, dorini ichdim, dori qon bosimini tushirdi, ya'ni 110 ga 70, 120 ga 80 qildi. Avvallari 150 yoki 170 bo'lgan. Bitta tabletka ichgan va qon bosimi shu aytgan ko'rsatkichga pasaygan. Endi ular dorini ichishni davom ettirsam tushib ketib qoladi degan fikrda to'xtatib qo'yishadi. Yoki bo'lmasam men yaxshi bo'lib qoldim degan fikrda to'xtatishadi. Endi bitta narsaga e'tibor beringki, bu qon bosim kasalligi shunaqa narsa. Misol uchun tasavvur qiling, uyingizda biron bir sizga ma'qul kelmagan joyda bir ko'kat o'sib chiqdi, bir o'simlik o'sib chiqdi. Siz haligini olib tashlamoqchisiz. Hali ko'katlarni yuldingiz, tozalab yubordingiz, chiroyli bo'lib qoldi. Endi tasavvur qiling, ertasiga turdingizda haligi joyga bir o'g'itlarga boyitilgan suvni quyib qo'ydingiz. Endi nima bo'ladi? Haligi ko'kat avvalgidan ko'ra yaxshiroq, ko'proq, tezroq o'sib chiqadi. Siz qilgan ishingizga, ya'ni qarama-qarshi ishni qildingiz. Qon bosim tabletkasini ichib, qon bosim tushgandan keyin birdaniga to'xtatib qo'yish xuddi shu ishga o'xshaydi. Endi qon bosimiga, ya'ni dori ichayotgan, tabletka ichayotgan insonlar u tabletkani to'xtatish, kamaytirish yoki qancha muddat ichishni shifokor hal qiladi. Agar sizga shifokor 20 kun mana bu tabletkani ichasiz yoki 10 kun ichasiz, qon bosimini o'lchatasiz. Odatda men shunaqa qilaman. Qon bosimini o'lchang, mana shu biron bir varaqqa yoki men yozib bergan nazichenniya qog'ozi orqasiga qon bosimini yozib yuring. Kunlikda imkon qadar 2 mahal. Yozib yurasiz, u qog'ozni menga olib kelasiz. Agar qon bosimingiz yaxshi pasayib borayotgan bo'lsa, dorini xuddi shu yozilgan dozada davom ettiramiz. Agar ta'sir qilmayotgan bo'lsa, siz yozayotgan raqamlardan bu narsa ayon bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Dorini to'xtatish, qancha muddat ichish, kamaytirishni kardiolog shifokor hal qiladi. O'shaning uchun dori ichayotgan insonlarga bitta maslahatim shuki, dorini to'satdan to'xtatmang. Bu juda ham katta xato bo'ladi. Dorini to'satdan to'xtatish qon bosimini avvalgidan ko'ra balandroq ko'tarilishligiga sabab bo'ladi undan keyin. Shunga e'tibor bering. Salomat bo'ling.